Mana bu murabbiyni deyarli narki dunyoga ketishiga bir qadam qoldi. Agarda u yosh Tayson tomon yana bir qadam tashlaganda, oqibati juda ham og'ir yakunlanishi mumkin edi. Mana bu videoda Mike Tayson 20 yoshda. O'sha yillarda u yolg'iz o'zi Farvel jamoasini butun tarkibida mazasini qochiradigan kuchga ega edi. Jang boshlanishidan oldin Jose Ribalto Mike Taysonga psixologik bosim o'tkazishga urindi, ammo u bu bilan faqat monsterni uyg'otib yubordi. Tayson o'zining mashhur pressingini ishga tushirdi va baland bo'yli kubalikka masofadan ishlashga imkon bermadi. Ikkinchi raundda Temur Mike Joseni juda qattiq nokdaunga yiqitdi, ammo bu 2 metrlik raqibni sindirish nihoyatda qiyin edi. Tayson qayta o'zining mashhur zarbalarini yetkazardi. Shunga qaramay Jose oyoqqa mustahkam turib, hatto javob zarbalarini ham berishga harakat qilardi. Ammo har qanday inson kabi Ribaltoning ham chidam chegarasi bor. Raqibni uzoq vaqt davomida kuchli va aniq zarbalar bilan silkitaversangiz, ertami kechmi organizmi baribir taslim bo'ladi. Mike Tayson 200 dan ortiq kuchli va aniq zarbalardan keyin kubalik raqibni jag'i oxiri taslim bo'ldi. Do'stlar, kanalimizda Mike Taysonning muxlislari ko'pmi yoki o'zbek Taysonni kommentariyaga yozib qoldiring. Videoga like bosishni ham unutmang.